3 oylik o'zini puliga. Necha pul? 3 oylik o'zini puliga mana akalar. 100% qisir sog'liq. Ichida mana afg'on sog'lig'imizdan ketadi mana. Hali ko'paytiraman, boqaman deganga-da. Ko'chada Abdulla aka shu soni 26 da. Aha. Bir 12 tasi aka birinchi bittadan tuqqan, bir donadan. 12 tasi bittadan tuqqan. Bittadan. Qo'yani aka tug'magan. Yarmi tug'magan qo'y. Yarmi tug'magan qo'ydi. Mana shunday eng yosh yoshidan bo'lsin, hamma tomoni to'g'ri kelsin degan obunachilarimizga go'shiga ham, bo'yiga ham, tuyaga ham hamma tomoniga to'g'ri keladigan so'li qo'ylarimiz kelibdi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli, barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuniga dushanba 28-oktyabr 2025-yil. Biz hozirda ko'pchilikning istak va talablariga binoan anchadan beri efirga chiqmay qo'ygan Hoji aka ukamiz xonadonida. Hoji aka, yaxshimisiz aka? Xo'p, lokatsiyamizni aytib o'taylik. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Amir Temur stadionining yonverida. Sadda masjiddan jicha noroqda ilm oqsalarini lokatsiyalar to'liqroq berishadi. O'zlari bilan ma'lumotga chiqalan akalar, lokatsiyadan kelib ko'rib tuyasiga olaman degan akalarimizga faqat bu kalarimiz sog'liq bilan shug'ullanishadi, akalarimiz sog'liq bilan shug'ullanishadi. Hozir videomizga akalar necha partiya qo'yib Hoji Akbar? Bu yerda Abdulla aka 2 partiya qo'yib bor. 2 partiya qo'y chiqarar ekanmiz. Birinchisi mana shu yosh qo'ylar aka, ikkinchisi ham aka zotga olaman deganlarga ikkinchi partiyani ham tomosha qilishsin. Ikkinchisi ham zot qo'ylarimiz ham bor. Uzoqlashmaysiz 2 partiya qo'y chiqarar ekanmiz akalar. Bu qo'ylar lekin boru aka go'shiga ham hamma tomoniga to'g'ri kelaveradi, lekin bitta narsani tuyog'iga yo'yganman, tuyog'iga sotaman deyaptilar. Akalar kelib ko'rib olsalaring qo'ylarni eti semiz ekan juda ham. Abdulla aka, bu qo'ylarni ko'ring aka. Ha, qarang akalar. Qarang, go'shini ham ko'rib bering bundan. Yemda turgan qo'ylar, bu qo'ylar hammasi qisir a? Bular aka hammasi qisir aka. Hammasi qisir. Bu qo'ylar aka tog'da yurib semirgan qo'ylar. Tog'da turgan. O'zi bu qo'ylar aka shu dehqonni qo'ylar, cho'pon boqib yurgan tog'da. Boqib yurgan pul zarar bo'lib sotdi. Zaruratdan. Bo'lsa bunaqa yosh qo'ylar sotilmaydi. Bu qarang, bu yoshini qarang, 2 yoshar. Ikkita ekan akalar. Endi hammasi bor-ku aka bu yerda. Ha. Pachag'i ham aka 30 kilo tepasida qo'ydi o'zi. Go'shi, go'shiga mo'ljallab olishsa-da. Endi 30 kiloga olaverasizlar, qo'y ustiga 30 kilo tegasiz. Qo'ylar qaranglar, Abdulla aka mana. O'ylab baquvvatda-le. Bu qo'ylar akalar kiraversa 50-60 kilo bor-da. Yoshini ochib qo'yaylik, necha yashar ekan? Mashalloh, bu ham kichik ekan. Aka bu yerda kichik serob. Kichik serob. Bu yerda Abdulla aka shu soni 26 da. Aha. Bir 12 tasi aka birinchi bittadan tuqqan, bir donadan. 12 tasi bittadan tuqqan. Bittadan. Qo'yani aka tug'magan. Yarmi tug'magan qo'y. Yarmi ham tug'magan qo'ydi. Mana shunday. Eng yosh kattasi 4 cheganda buni ichida. Ha. Mana shunday jo'raydi jonivor. Maqut narsa. Ya o'sha dalada yurgan, tog'da yurgan qo'ylarga buni yem yesa undan ham zo'r ketadi. Mashalloh. Qo'lga kirganini ushalgani kitish kelyapti qo'ydi. Bo'ylari ham 80 plus a? 80 plusga olishaveradi Abdulla aka. 80 plus. Xo'p, bo'yiga olsin, ham yoshiga ham olsin. Xo'p, kilosini ham qo'yib olsin aka. Aytyapman, hozir go'shtlar ham ko'ryapsiz, 130 ming bo'lyapti-da. 30 kilosini ham hisoblab olishaveradi-da. Keyin bularda akalar bir qari junni ichida bas-da, hali bo'yi misol uchun bir qari junni ichida 85-90 chiqadi. Hali misol uchun 10 sm 10 sm qo'shiladi junga. Bular junlari olingan ekan, hammasi bir xilda. Hozir 2 ta 3 ta ochgan bo'lsalar, hammasi ikkita chiqsa. Yosh narsa, katta narsalar ham aka. Hammasi yosh akalar. Juda chars qo'ylar ekanlar. Yutlarni bitta ko'rsatib bering aka. Hali badallar hali qurimagan. Bitta ushlab bering mana. Zo'r qo'chqorim bor degan obunachilarimiz deb, vayda, yomon semirgan ekan aka. Pardozi ham bo'lgan. Zo'r qo'chqorim bor, qo'shib qo'y qilaman degan bu narsani tavsiya qilaman. Ko'chatda Abdulla aka bular. Yosh narsalar a. Aytyapman-ku, yarimidan ko'p tug'magan Abdulla aka bu yerda. Mana qaranglar. Bitta. Qo'ylar hali bitta yurgani ham ko'rinmayapti hali. Joy kichkina qilyapti. Ha, joy kichkina qilyapti. Soni ham ko'p. Akalar, qo'shqonlaring bo'lsa, olib qo'shib olishni tavsiya qilaman. Juda yosh ekan qo'ylar. Aylangani sari hali zo'rlari chiqaradi Abdulla aka. Inshaalloh. Hali qaranglar aytganingiz hali. Qarisi ham yo'q, hali ko'chat narsalar, hammasini eti bor. Etlari ham yaxshi. Semiz narsalar. Hammasi bir qo'ra. Bir qo'ra aka bitta yurgan. Bir qo'ra. Hammasi bir qo'ra. Urushmaydi, netmaydi, usmaydi, netmaydi, bir xilda yuraveradi. Jurlarni olib qo'yganmiz aka. Lishinalari bo'lgan. Bular. Hali xoh boqsin, xoh ko'paytirsin tayyorda. Hamma tomonga qilaveradi. Ha, ham yosh narsalar. Mana shuni ham ko'ring-da. Ham baquvvat narsalar qo'yganlar mana.
Oldilarini qarang. ichida ariq surug'i yo'q ekan. Bir Yo'q xilda ekan. qo'ylar. Hammasi e'tiborsiz semiz qo'ylar. Yoshini aka bitta telefon qilsa aytganini ochib shuni ajratib Qo'ydan ko'ringan bo'ladi. Qo'y ko'rinmayapti-chi, mana shu qo'ydan yelkasini qarang. Tishlarini ochingchi, tishlarini ham. Mana aka bu qo'ydan tishlashi. Mana bitta tuqqan mashinasi aka. Tishda endi yonidagilar chiqaryapti ekan mana. Mana qo'y bitta tuqqan. Qo'yni qarang aka. Qolgan ikki tishlari bor, tug'magan ekan ular. Lekin hammasi qisir. Bo'ylarni aka 85ligi ham bor. Undan balandi ham bor, endi 80ligi ham bor. 80 plyusga beraveraman aka. Mana mana shu qo'ydan qarang, charsligi yotib olyapti, katta narsa. Jundishdek qo'y. Mana shu ham aka ana. Ha, 4 ekan bu. Mana shu ekan. Mana shu bitta tuqqan qo'y. Mana shu yosh kattasi hisobda aka. Eng yosh kattasi to'g'risi shu qo'l qo'ysalar 200 tush bo'ladi. Ochib qo'yapman. Ana bitta olinglar, ular oling, jonivorlar aka. Xo'p, hoji bo'ldi, qo'yni maqtamaylik, qo'yni o'zi hamma holatida plyusga kelyapti. Ayib topadigan holat yo'qda buning ichida, misol uchun jundich ekan qo'ying ariq ekan deydigan emas. Junini ham tayyor olib berganmiz aka. Eng muhimi shu sog'ligiga garantiya bersalar bo'ldi, yedishchisiga. Aka yeb ichmasa, mana shunchalik bo'ladi. Mana qarang, mana mana shu qo'yda ham. Bular aka. Nech puldan hoji? Bo'ldi, endi tushormay qo'ylar qiynab. Bular pulini gapiring keling. Mana shu qo'ydan bitta ko'rsatay aka. Qo'ydan ko'rinmayapti, mana shu qo'ydan katta narsa-da. Bular narsa. Ukamiz qo'yni haqiqiy ishqibozda mana. Bitta ko'ring, aka qo'ydan. Badaningizni xolis tegizingda. Aytasiz. Nima deyapti aka qo'y? Zo'r ekan qo'y ikkita mana akalar. Mashinam 35 kilo kelaveradi xudo xolasa. 35 ta ham bosadi aka xudo xolasa. Endi videoda qanaqa chiqyapti bilmadimmi? Ustida kelib ko'rib ham olishaversin aka. Xo'p, hozir keling, pulini gapiring. Bo'ladi o'n qilib. Hali talashmaylik. Ha, xo'p aka. Bo'la bir partiya deyapsiz. Ozgina yoshga ham aytmayman. Mana kilosini tushib beraymi aka? 130 mingdan 30 kilosi kelsa ham endi-da 3 million 900 ming bo'ladi. Qarang aka. Hammasini bitta joyga oldim deganda dastavkasi mana bo'ynimda. Ancha bir YouTube'ga chiqmay qo'ydikda mana. Bir ikkita ishlar chiqib olib aka. Keladilar bir maza qilsin deyapmiz aka. Bitta bo'shashgali. Hisobda endi chiqaryapsiz 2025 dan bag'isiga. Ha. Mana aka. 3 million 800 mingdan mana 100 mingdan o'tib beraman. Dastavkasini qilib beraman aka. Oz o'tishingiz. Endi o'pdim-da 3,5 dan. 3,5 dan o'pdim yo'zi. To'g'ri kelmaydim-da aka. 3,5 dan. O'zi bilasiz mana aka. Menga yengil kelsa yengil qo'yaman-da. Mana yengil 3,5 dan. Bitta bo'shashga aka beraveraman. Bilasiz, Abdulla aka ali. O'sha yurib shart basda mana shu qo'ylab bo'linmayapti. Mana shu qo'ylashni bering-da. Mana qo'ylar. Abdulla aka bitta ko'rsatingda mana shu qo'ylar. Bir ustiga chiqib ketyapti qo'ylar. Terror turgan qarang. Kelingda bitta. Mana. Abdulla aka. Bir terror turib. Mana qo'ylar, zo'rlar. Buni ushlaganingizda bunday qo'yib yuborsangiz o'zi ko'rinar ekan. Ushlasangiz qo'y bunday pis yotib olyapti. Mana bosh qo'y. Oyoq qo'yapti-da. O'sha orqa bunday yotib olyapti qo'y yerga. O'zi hammasini bitta olib turadi Abdulla aka-da. Bitta o'zi qo'chqor zo'ridan qo'shib boqish. O'shani aytyapman, misol uchun yosh narsalar. Qosib olsa ham bo'laveradi. Uvolta bu qo'y aka, to'g'risi. Yosh qo'ylar. Hali ham ko'chatda Abdulla aka. Hozir keling 3,5 dan xursandchilik bilan qo'y barakat aka. To'g'ri kelmaydi. Aka bilasiz, yengil keladi, yengil ketadi. Hop, o'ting bo'pti, gapiring bo'pti. Aka, klientlar maza qilsin, dehqon bitta olib boqsin-da hamma tomondan. Hop, pulini gapiring, puli muhimi, puli. Pulini 800 mingdan yaxshi aytdim aka. O'ting. 100 mingdan o'tib berdim o'zi xayriga aka. Dastavkasini ham bo'ynimga oldim. Nechada endi bunday qo'ylar endi bunday azal oxirdan yo'radi, hali daladan kelgan qo'yib baribir. Yemasa bizniki. Hop, 3. Mashg'ullar. Ajoraga 3,5 dan aka, birarma duoring ko'zga. Hop, o'z bitta dangal gapiring aka, 308 dan nimasilar bag'an aka? Hop, 36 dan aka, 10 dan endi bor aka. Abdulla aka, klientlaringizga aka. 36 dan obunachilaringizga aka, obunachilaringizga aka. O'tib beryapsiz aka. Bo'ldi, baraka 36 dan. Bo'ldi, bor aka, keling. Abdulla aka gapda ichida 4 milliondan bo'lmaydiganlari seroq. O'shnaqa olman. Ichida. Qassoblar ham kelib so'ra qilyapti, ko'chat narsalar. Ha. Keling, nechta edi soniga? 26 ta Abdulla aka. 36 dan bo'ldi, ketdi. Qarang. Tanlab olishga boshqa narx bo'ladi. Ha, 36 tanlab olishga. Hammasini bitta joyga olsa, vodiy bo'ylab, meni bo'ynimda. Aka, barakasini bersin. 3 million 600 ming so'mdan optimiga tanlab olishga telefon qilasizlar, holatiga qarab kelishiladi. O'xshi soni 26 bosh, yarimi deylar, 2 tish, birinchi tug'ish. Aytib o'tishlaricha. Yarimidan ko'pi, yarimi ikkinchi tug'ish. Bittadan tuqqan qo'ylar akalar. Bash qo'ylar 4 milliondan berdi. Havlarda hali go'shi ham obdora. Qo'shini ham qarang, qo'ydan olinib chiqib ketyapti o'zi. Ichida seroq bunaqasi. Ha, mo'lar ham o'tsin-da.
O'ylaman akalar, optimiga 3 million 600 ming so'mdan ketdi mana. Qiziqqanlar vodiy bo'ylab dastlabkasi o'z narx hisoblarini bitta ikkita olganga sotilaveradi, telefon qilasiz. Mana shu birinchi to'shagan shekilli. Mashina bitta ochib beraydi. Shol olsinlar. Tak. Ya bu qo'ydi. Mana dumbalarini. Chiroqchi. Mana ikkita chekana bu. Ikkita endi chiqyapti. Uchinchisi ham chiqargan yo'q. Ikkita. Jonivorda. Katta qo'ylar akalar mana. Qiziqqanlar tavsiya qilib qolamiz. Bo'lsa bular kirgizamiz, keyingi partiya qo'ylar olib chiqamiz akalar. Puli yengillari bor ekan keyingi partiyada. 100 avval so'radi. Puli arzonlaridan bormi deganlarga mana bitta optimni ichida kelib qolibdi. Sal ozib qolgan varianti. Bola boqqanda. Bola boqib turib ozib ketgan varianti. Doğru sal et olsa aşk koy boru. Aşk konkretmi bo'lib ketadi. Ju tulagan ekan, u ju tuluvdi hozir ham, rosa tulab bo'lgan, mana aytlarni ko'ringlar. Bak o'tayapti mana. Mana. Dumbalari ham oq, kallalari ham oq, quloqlari ham mana oqish. Tishi qanaqa buni qani? Burlochi mana tishi. Mana 4 tishi, shu 6 tishi o'tyapti. Ikkinchi bolasidan ajrayapti. Ikkinchi boladan ajrayapti. Bu qo'yda aka, asha bitta joyga tashlab qo'yishcha mehr bilan qarasa bu qo'y aka boshqa qo'y bo'lib ketadi. Mana xudo xolasa. Qarov bo'lmaganda bola ham mehrni berib yuborgan bu qo'yga. Aql etgan obunachilarimizga ham qo'yga tushunadigan ekanlar. Mana jullari ham olib qo'ygan, hisobi variantlar. Bular Abdullaga 7 ta. 7 ta? Boladan ajradi hammasi. Hammasi boladan ajragan. Asha bularni olib qo'yaman deb to'g'risi vaqt bo'lmay qoldi. Jullarini? Ha, barakadan keyin olib beramiz aka. To'g'risi, olib bering deysiz, olib beringlar. Qilib beramiz aka. Ikkala lichenalarni qilib berasiz o'sha vaqt ichida. Bundan oldingilarga bo'lmaganmi? Bundan oldingilarga bo'lgan Abdulla. Bundan oldingilarga bo'lgan, ha? Ularni qilib berishavergan ekan. Xohlasan, jullarni olib berishadi ikkitasini. Qolgan juni yaxshi ekan. Xo'p, bular necha yoshda? Bular Abdullaga bitta ochib ham beraveraman, biriktasini ochib qo'yaveraylik. Bo'lar. Mashina ham ko'ring-a. Bu ham yaqindan boladan ajradi. Jonov. Qarang. Etdan tushib, qo'zchagan qaranglar. Etdan tushmaganmi? Yilini qaranglar, mana shu qo'ydi. Tavsiya qilib qolaman. Bolani ham zo'r boqadi. Mana qo'ylar o'zi. Birinchi qo'y. Odamni qiziqtiradigan oling. Buni yoshi qanaqa buni? Ha, xudochi. 2 yosh maşallah. Bari yoshlari kelibdi, xudo xolasa bu safar. Mana Ali bolaga ko'paytirgani bular ham, xudo xolasa. Go'shtga ham boqsalar ham bo'ladi, ko'paytirsalar ham 100% qisir hammasi. Endi yosh narsalar, ha, qisir boladan ajradi. 100 qisir. Mana sutlari bilan turibdi bular. Sutlari bilan bonusiga turibdi mana akalar. Qo'zilar ham bo'lsa qo'shib olsalar ham bo'laveradi. Xo'p, hozir aka 7 o'ni necha pul qilib beramiz narxini? Bo'ladigan bir joyga. Soni kamda bo'ladi Abdulla aka. Talashmaydi, bitta bo'ladi. Bitta odam oladigan. 3 oylik qo'zini puliga. 3 oylik qo'zini puliga. Necha pul? 3 oylik qo'zini puliga mana akalar. 100% qisir sog'liq. Ichida mana afg'on sog'lig'imizdan ketadi mana. Hali ko'paytiraman, boqaman deganga-da, ko'chada boqib yursa ham yaxshi bo'lib ketadi bu qo'ylar. Xo'p, necha puldan puli? Bularda Abdulla aka hali aytayapman-ku, birinchi endi video qilyapmiz. 3,5 milliondan aka beraveraman bitta joyga. 3,5 milliondan? Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham menda hali. Mazza qilsin boqib. Tegapti, hozir 100 mingdan qo'shgan kattalar olib kelgan, yaxshi semizini undan. Ayam bor-da, to'g'rimi aka? Endi ular aka endi ular narxi bitta bo'ldi. Boshqa ayting-da, hozir. Birinchi videomiz. Yangal gapiryapman. Yangallik ko'ring. Bo'ldi, Abdullaga qarang. Yangal tushib ber. Mayda chuyda qilma. 200 mingdan o'tib beraman Abdulla aka. Yangal aka. Akalar mana so'ramadim, to'g'ri. 50 ming 100 ming deganlar so'radim. 200 ming so'mdan kamiga. Bundan oldingilardan 300 mingdan arzon mana akalar. Bularni misol uchun soni ko'p osta, ko'p bo'lganda yana ham tushardi soni, puli. Hammasini xayri bor. Hammasini xayri bor aka. O'sha uchun aytgan narxga sotilmaydi akalar. Hammasini o'tib beramiz. Ikkita ekan, teng qizil joy emas qo'ya. Ochib berdi buni. Do'stlar, tavsiya qilib qolaman, 100% soni 7 dona. Yoshlari 2 tish, 4 tishmi? Yo 6 tish ham bor ichida. 6 tish. Ha, 4 tish, 6 tishda aka. 4 dona bor aka. Omalay ekan aka, bir 3 tasini ochib berdim, 3o'si ham yosh qo'y. 3o'si ham yosh. Bittasi 2 yashar ko'ryapsiz aka. Muhimi yosh, hali ishdan chiqqan qo'ylar emas. Bemalol bola olsa ham bo'laveradi 2-3 marta hali. Bola olib xohlachilik uchun. Ko'kat desa ham o'g'lanadigan. Bu shunaqa holat tarqat. Yeganini o'ziga oladi. Jimmo qo'ylar, hali qornlar chiqib qolibdi-mi qo'ylarda? Ha, sekin o'g'lanib qolib qo'ylar. Shu qorni chiqdimi qo'y o'g'nalishni boshlayveradi. Mana qo'ylar sog'lom, bari kasal tushirmas. O'zi Abdulla aka shu 3 sariqni o'zim boqib yuboraymikinamizmi? Endi hali jitta qarab boshqa qo'yib ketadi-da. Undan zo'ri ham kelib qoladi, xudo xolasa. O'shunaqayu ash qo'ylar bir mehrim ham tushdi o'zim. Qarang-da. Optimiga ketdi mana akalar. Shu 3 ham ichida narxida ketdi mana qiziqqanlarga. Yana xayri bor akalar. Xayri yotib beramiz. Aytgan sotilmaydi. Manzilimiz esa Farg'ona viloyati Toshloq tumani Sadda masjidi yonida. Vaqt betida tashlab qarayotgan.
Xo'p, dastavkalar bor, bitta ikkita olganga ham bor, dastavkani qilib berishadi. Vodiy bo'ylab bepul qilib berishadi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatlar bor. Telefon qilishaversan Abdulla aka. Telefon qilaverib, Xayri bor, ish bitadi Abdulla aka. Bundan bagi nomerlar saqlanib qilib ko'rasizlar. Pastiyani bu ukalarimizni pastiyani sog'liq qo'yib bo'ladi. Bemalol telefon qilasizlar. Misol uchun oylik chiqqanda olmoqchi bo'lganlarga ham YouTube'ga video qo'yishmasa ham uyda pastiyani bo'ladi-da. Bo'ladi Abdulla aka. Ba'zi bir sabablar ko'rib biz kelolmay qolamiz yoki bo'lmasa qo'ylari to'planmay qoladi. O'shaning uchun qo'yib bo'ladi. Nomerlarni saqlanib qilib ko'rasizlar. Inshaalloh narxlar yengil. Kelar shunday videolarimiz ham tugadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati o'sha aytib o'tgan Sadda masjidining oldida. Sizlar bilan Abdulloh Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.